Avvalambor Prezidentimizin bugungi tavallud topgan kunlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Prezidentimiz yaratib qo'ygan hamma sharoitlar yaxshi. Bugun yurtboshimizni tavallud kunlari 69 yoshli shu shukrona kunlari bilan chin yuragimdan mana shu yerda dam olayotgan, sihatgohda dam olayotgan xotin-qizlar nomidan muborakbod etaman. Aziz yurtboshim, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bir oilani, bir tashkilotni boshqarishda qanchalar qiynalyapmiz. Davlatni boshqarish bu oson ish emas. O'zbekiston Respublikasiga ayolga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ayni damda men buning uchun yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga mana shu yerda dam olayotgan barcha ayollar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zbekiston xalqi bugun prezidentimiz Shavkat Miromonovichni 69 yoshni qarshi olishi munosabati bilan men chin dildan tabrik izhor etmoqchiman. Mana bugun biz Umid Gulshani sanatoriyasida dam olyapmiz. Men bugungi kunda yaratilgan imkoniyatlardan barcha O'zbekiston xalqi xursand. Chunki mana pensionerlar, oddiy pensionerlar kechagacha biz 30% nimada pul olayotgan bo'lsak, mana plastik kartada qayerga bormang, pulingiz tayyor, imkoniyat bor. Hamma sanatoriyada imkoniyatlar yaratilgan. Bundan ziyodi bo'lishi mumkin emas. Umri uzoq bo'lsin. Xalqimiz u insonni doimo qo'llagan, bundan keyin qo'llaydi. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidanman. Prezidentimiz Samarqand viloyatida ishlagan davrlarda ham juda ko'p narsalarga qo'l urgan, obodonlashtirish ishlari ancha rivojlangan. Bugungi kundagi ishlari ham tahsinga sazovor. Chin dildan yana uzoq umr, sog'lik, salomatlik, samimiy inson sifatida doim sog' bo'lsin, xalqimizni baxtiga omon bo'lsin. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni bugungi tavallud ayyomlari bilan qutlaymiz. Biz ayollar nomidan Umid Gulshani sihatgohida dam oluvchi ayollarga sharoit yaratgani uchun, yetarli sharoitlar borligi uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Dadan katta rahmatlar aytaman. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, bugungi sizning tug'ilgan kuningiz bilan butkul O'zbekiston, qolaversa men Qoraqalpog'istondan butkul Qoraqalpoq atidan tug'ilgan kuningiz bilan qutlaqlaymiz.